O'zbekiston Portugaliyadan 5 ta gol o'tkazib yubordi. Hozir musulmon ummatga shu futbol yoki futbolning natijalari qiziqmi? Yo'q. Obro'lari toptanilayotgan, haqlari berilmayotgan, haqlari zoya qilinayotgan, zulm ko'rayotgan insonlar uchun umuman bu o'yinlarni, bu narsalarning qizig'i yo'q. Chunki ular kelajagidan xavotirda. Chunki ular hayotidan xavotirda. Ertangi kuni nima bo'lishligini ham bilmaydi. Mana bu o'yinlarga berilib, uni tomosha qilib, fisq-fasoddagi berilganlarga so'zlarimiz umuman taalluqli emas. Biz faqat musulmonlarga xitob qilamiz. Musulmon bo'lmagan insonlar so'zlarimizni eshitib o'tirishlikka majbur emas. Biz nima uchun bu darajaga tushdik? Ya'ni haq huquqlarimiz toptalgan, o'z haqlarimiz zoya qilingan holatdamiz. Nima uchun bu darajaga tushdik? Chunki Alloh bizni o'zligimizni unuttirib qo'ydi. Biz Allohni unutgandik, Allohning kitobini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini unutgan edik. Hayotga shu shariatni tatbiq qilishni yo'qotgan edik. Alloh bizga o'zligimizni unuttirib qo'ydi. Alloh taolo oyat karimada: "Va la takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." dedi. Sizlar Allohni unutganlari sababidan Alloh o'zlariga o'zlarini unuttirib qo'ygan qavmlar kabi bo'lmang. Albatta ular fosiq qavmlardir dedi. Ya akalar, ukalar, ta'ammul qilinglar-da. Agar hayotga qarasangiz, haqiqatdan ham shu o'yinlarga berilgan, mashishratga berilgan, behuda lahuvlar bilan mashg'ul bo'lgan insonlarni Alloh taolo o'zligini unuttirib qo'ygan. Hayotdan yashashlikdan maqsadli yo'q, maqsadlar noto'g'ri. Allohga borib hisob topshirish haqida xayolda yo'q. Mana qarang, konsertlar uyushtiriladi. Hattoki chet eldan g'irt kofir bo'lganlarni olib kelib turib, konsertlar uyushtirib berilyapti. Katta pul evaziga. Buni yana madaniyat deb qo'yishyapti. Katta pullar evaziga pivo festivallari uyushtirilyapti. Xo'p, pivo festivalini-ku qaysidir boymatlar fasodni avj oldirishlik uchun uyushtirayotgandir. Lekin bu konsertlar davlat tomonidan uyushtirilyapti, madaniyat vazirligi tomonidan amalga oshirilyapti. Millionlagan pul ketyapti. O'sha pullarni qayerdan olyapti? O'zining cho'ntagidan to'layaptimi? Yo'q, xalq pulidan ketyapti. Lekin xalqning aksari asfaltsiz, oziq-ovqatsiz qiynalganlar qancha? O'sha bilan xalqni ta'minlasa bo'lmasmidi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki ularning maqsadlari boshqa. Ularning maqsadlari odamlarni chalg'itishlik. Musulmon odam kayis bo'ladi, ya'ni juda ham o'tkir inson bo'ladi, fahmli inson bo'ladi. Anqayib har yerga qarab nima desa odamni qabul qilib ketadigan ahmoq bo'lmaydi. Bularning hammasi rejalashtirilgan amallar hisoblanadi. Konsert uyushtiradi, shahvatiga o'chganlar borib o'ynaydi, kuylaydi. Pivo festival uyushtiradi, o'ynaydi, kuylaydi. Ko'pik festival hamma fisq-fasodlarni uyushtirishlikka keng yo'l ochib beradi. Lekin dinni qilma. Hamma iflos ishlaringni qilaver, lekin dinni qilmagin. Dinga da'vat qilib qo'ymagin. Dinga chaqirib qo'ymagin. Qamalib ketasan uzoq yillarga. Chunki bularning hammasi rejalashtirilgan. Shahvatiga o'rchib ketgan inson nima bo'ladi? Albatta o'zligini unutadi. Kayf safoga berilgan odam maqsadlarini unutadi. Undan to'g'ri maqsad chiqmaydi. Maqsad hayotda faqatgina hayotda yeb ichib o'ynab kulib qolish emas maqsad. Alloh taolo bizni ibodat uchun yaratdi. Alloh taolo hali qiyomat kunida bu bergan umri, rizqi, mol davlati, kasblarimiz qanday yashaganimiz haqida hali so'rab oladi Alloh taolo qiyomat kunida. Ya'ni bu dunyoga kelishlikdan maqsadlar bor. Biz bu maqsadlarni poymol qilmasligimiz kerak bo'ladi. Endi bu uyushtirilmayotgan ishlar bo'ladigan bo'lsa, xalqning pullaridan qilinyapti. O'sha stadionlar qurilishligi yoki boshqa ishlar, o'sha trenerlarning pullari yoki shunaqa bir madaniyat vazirligi tomonidan uyushtirilayotgan chet eldan kofirlarni olib kelib turib konsertlar uyushtirilishligi, bularning hammasi xalqning pulidan bu. Yoki o'sha futbolchi, bokschilarga berilayotgan mashinalar, ularning o'zlarining cho'ntagidan chiqayotgan pul emas u. U hammasi xalqning puli. Hammasi o'sha yerosti boyliklari, xalqning soliqlardan tushgan boyliklarni evaziga kelayotgan narsalar. Ya'ni mana bu narsalar qachon gapiriladi? Biz nima uchun ular bir mashina beradigan bo'lsa qarsak olishimiz kerak? Vaholanki o'zimiz pulimizga kelayotgan bo'lsa, nima uchun bir stadion qurib bersa, biz qarsak olishimiz kerak? U o'zimiz pulimizga kelayotgan bo'lsa, psixologiyada shunaqa chalg'itish uslubi bor. Odamni bir narsadan, asalligidan chalg'itmoqchi bo'lsang, uni boshqa ish bilan band qil degan qoida bor. Buni misolini biz salaflardan, sahobalardan keltiradigan bo'lsak, sahobalarniki albatta ularning misoli oliy, ularga taqqos yo'q. Lekin misol o'laroq keltiramanki,
Sahobalar yosh bolalarni, yosh farzandlarini ro'zaga odatlantirishar edi, ro'za tuttirishar edi. Agar qorni ochib yig'laydigan bo'lsa, o'yinchoq berib qo'yishardi o'ynab turishlik uchun, o'ynab chalg'ishlik uchun, ochligini unutishlik uchun. Aynan mana shu siyosatni hozir kofirlar qo'llashyapti. Musulmonlarga har xil o'yinlarni, festivallarni, harom ishlarni chalg'ishlik uchun tashkillashtirib berishadi. U bilan chalg'ib yurganda orqada parda ortida o'zlarining ishlarini qilib olishadi. Xohlagan ishlarni qilib yurishaveradi. Natijada og'zi namni og'zidan olov chiqmas degandek hech bir so'zsiz, sadosiz, haq-huquqsiz tashlab qo'yiladi. Keyin unaqa o'z qadrini, haqqini talab qilmagan, haqqini bilmagan insonlarni tepasizmi, so'kasizmi, o'ldirasizmi? Ular qo'ydan ham yengilroq holatda turib beradigan sabrli bo'lib qoladi. Chunki ularga mana bu xorlikni berib bo'lgan u insonlar.